Nikoh o'zi nima bu? Biz ko'p aytganmiz, ustozlarimiz ham aytgan. Nikoh bu ibodat, unga tayyorgarlik ko'rib kirish kerak deganmiz. Bu shunchaki bo'ldi to'y, artist chaqir, kamera, kortej bilan u nikoh emas-da bu. Bu orzu havas. Lekin nikoh ibodat bo'ladigan bo'lsa, ibodatni odam avval uni nima ekanligini bilish kerak-da. Erkak tomon ham, ayol tomon ham. Har bir narsani ilmini o'rganish kerak. Bu nikoh, bu bir umr yashaladigan narsa. Oddiy mana avtomobil haydamoqchi bo'lsangiz ham 3 oy avtomaktabga borib o'qib, imtihon topshirib, keyin qo'lingizga guvohnoma beradi-da. Haydovchilik guvohnomasi. Men aytardimki, shu haligi kuyovlikka qodir, kelinlikka qodir degan guvohnomani ham o'qitib berish kerak menimcha. Eng kamida bir 3 oy. Nikohga tayyorlab, o'qitib, mana kim o'qitadi uni? Hukumatimiz, davlatimiz, tegishli tashkilotlar o'zlari hal qiladi-yu. Men taklif sifatida aytamanki, ularni o'qitib, nikohga tayyor holatda keyin qo'liga bu erlikka, hazil ma'nosida aytayapman, bu xotinlikka loyiq degan guvohnomani keyin berib nikohlash kerak.